o'qigan kishining savodsizdan farqi yo'q. Mark Twain. Assalomu alaykum. Siz Qo'ychirchiq tuman axborot kutubxona markazida bo'lganmisiz? Qo'ychirchiq tuman axborot kutubxona markazimiz madaniyat markazini birinchi qavatida joylashgan. Bizning tuman axborot kutubxona markazimizda barcha kitobxonlarimiz uchun kitoblarimiz mavjud. Umumiy fondimiz 19 mingga yaqin bo'lib, unda badiiy adabiyotlar, sohaga oid adabiyotlar hamda rus adabiyotlari va bolalar uchun ertak kitoblarimiz mavjud. Yana sizda savol paydo bo'lishi tabiiy. Kutubxonaga qanday a'zo bo'lish mumkin? O'zingiz bilan shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat bo'lsa kifoya. Kutubxonadan olgan kitoblaringizni o'quv zalida yoki 10 kun muddatida uyga olib ketish imkoni ham mavjud. Undan tashqari, axborot kutubxona markazimizda mavjud kompyuterlar orqali o'zingizga kerakli ma'lumotlarni izlab topishingiz hamda yuklab olingan elektron fayl ko'rinishidagi adabiyotlardan bemalol foydalanishingiz mumkin. Kitobxonlarga tezkor bibliografik xizmati. Bunda kitobxonlarga esdalik, o'lkashunoslik bibliografiyasi, mavzuli kartotekalar, tumanimiz haqida ma'lumotlar olishi mumkin. Kitob mutolaasi insoniyatni kamolotga yetaklaydi. Sizlarni tuman axborot kutubxona markazimizda kutib qolamiz.